Maxim Gorki obyektimizga hozir avtomatik nadzorga keldi. Qisqacha ko'rsatamiz. Bu darvozaxonamiz, mashinaga mo'ljallab qo'yamiz. Bu kalitga eshigimiz bo'ladi. Alohida kirish hammasini e'tibor bersak bo'ladi. Betondan chiqazganmiz. Tepasidagi parapetlarni ham betondan chiqazamiz, chunki tiyagani hammasini suvoqdan chiqazish rejamizda bor. Bu qorovulxona. Aqllanli zona bo'ladi. Faqat o'sha uy yaxlanasi turadigan joy. Uni ham ichkarida o'zini sanuzellari, dushoylar qo'yamiz. Kalitkadan kirganimizda bu mashina garaj qismi, bu ham yoq qismimizda kichkina gastyoy qo'yamiz. Keyin mehmon hammasi uyga olib kirilmaydi. Bu yerda o'zini kutib, mana shu o'zida kerak bo'lsa, nima deydi, choy poy qilishga sharoitlar yaratamiz buni. Uyimiz общий bo'lgan holati. Ichkarida uje pergorodkalarni olib, mayorga tayyorlaymiz. Bu yerda devorlarimiz ko'rsak bo'ladi. Mana qo'shinga orqa tomon juda baland bo'lgan uchun baland ko'tarishga majbur bo'ldi. Bitta narsa, mamutlarni ham devor baland bo'lgani uchun mana bu ostidan stressga qildirib ochiramiz. Sababi proyektda boshqacharoq ishini berilgan edi, joyida boshqacharoq ishini qabul qilishdi. Mana menga parallel bu yoq tarafimizga parallel qilamiz deb ishini qabul qilishdi. Men baland bo'lib ketadi, bu ertaga juda qo'li chuqurlikda olib ketib qolgan bo'ladi deb aytdim. Xuddi shunaqa bo'ldi. Mana hozir o'sha suvoldan chiqib bo'lgandan keyin ham buyurtmachimizga tushuntirdi. Mana yerda tizib qo'yganmiz ham. Teshib ochinglar, orqa ko'cha pastda, mana bu poni tabiat ko'rinib tursin deb har bitta mana shu ramkani ichini kestirib chiqamiz. Stressga ochgan tizib ham qo'yilgan. Shunaqa proyektga o'zgartirish kiritilib qo'yilsa, nima deydi? Keyin qaytadan to'g'rilashga to'g'ri keladi. Perdelga har doim chiqsa narxga tushadi. Kanallarimizga baho beringlar. Mana bu arkamiz двойной arka. Bunaqasiga mana bu yoqqa ham ketgan arka. Ustalar baraka topishsin. O'ylaganimizdek chiqazib berishdi chertojdagi birga-bir qilib. Fasatimizga har bitta elementlar qirralariga svetodiodli lenta mo'ljallaymiz. Shunaqa reja qilamiz. Poni umidon sistemasida bo'lib, kirilganda hal kolonkalarning joyini qo'yishadi umidonchilar. Muzga qo'yilganda mana shu fasadi hamma chiroqlar muzikaga mos ritmda yonadi, xudo xolasa. Inshaalloh shu etapaga kelib olsak, ko'rasiz.